Demek 5-gi sinf o'quvchisi Yusupbayev Husniddinning yasab qo'ygan ventilyatorni aylantirib ko'rsat anakay. To'qqa tiqib qo'yibdi, zaryad chiqargan ishlaydi. Orqasida kichkina elektr dvigateli bor. Bu to'g'ridan to'g'ri elektr manbasidan tok olib ishlab turibdi. To'xtatgan anakay bir ko'rsin hamma. Anakay, bo'lgan hammasi oddiy karton qog'ozdan yasalgan qilaylab, o'lchab qirqib olgan. O'lchamlarni o'tgan darsda men o'rgatib, tushuntirib yubordim. O'quvchilardan bir tushirib, 5-gi sinf o'quvchilari hammasi vazifalarda ishlab bajarib o'tiribdi. Bular ham boshqa ishlarni qiladi demak, hozir chizmasini chizib o'tiribdi. Demak, endi qayiqcha yasashda chizmasini chizib o'tirdilar bular, to'g'rimi? Daniel hozir chizimni ko'rsatib berdi. Keyingi darsga yasalgan keladi, darsdan buni to'g'rimi? Darsdan to'g'rimi? Ayyo. Hammani ko'rsin, hamma ko'rsin. Keyin bugun ota-onalar kanaliga tashlaymiz. Ota-onalaringizga aytsangizlar, birga ochib ko'rasizlar. Hammani ko'rib qoldingmi? O'zingdan pishir.